Bilarmidingiz? Mototsikl yon aravasida o'tirgan yigit Monkey deb ataladi va bu bejizga emas. Chunki u oddiy yo'lovchi emas, u bir vaqtning o'zida tirik amortizator, giroskop va barqarorlik tizim vositasini bajaradi. Uning aravachadagi vazifasi shunchaki o'tirish emas, u poyga davomida uzluksiz sakraydi, o'tiradi, turadi va ulkan ortiqcha yuklamalarga qarshi kurashadi. Yon aravachali mototsikl asimetrik bo'lganligi uchun sherigi muvozanatni saqlash uchun aravadan deyarli sakrab chiqishga to'g'ri keladi. Ekipaj bilan birga poygada uchib borayotgan mototsiklning umumiy og'irligi 350 kilogramdan oshib ketadi. Bunday ulkan mashinani sakrash paytida boshqarish esa oson ish emas. Bu jamoaviy ishning eng yuqori darajasi. Shuning uchun finishga yetib borish uchun pilot va uning tirik osmasi bir-birini hatto so'zsiz ham tushunish kerak. Endi savol, 350 kilogramdan ortiq og'irlikdagi mototsiklda shunday poygada qatnashishga jur'at qila olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.